Hop, mana endi yopishtirib oldik, biroz suvishga qo'ydik. Mana suvdi, qo'lni kuydirmaydi. Mana shu holatda bo'lgandan keyin mana buni tepa tarafini qum qog'oz yordamida qayirib tozalab olinadi. Mana o'zi shkurkani o'zi setkali qum qog'oz 180 yoki 150 da ishlaysiz. O'zi olib tashing. Aziz do'stlar, Mebel akademiyasini kuzatinglar. Sizlarga ko'plab mana shunaqa kerakli tavsiyalarni o'rgatib boramiz. Iloji boricha mebelchi do'stlaringizga bu videolarni jo'natib qo'yinglar. Savob bo'ladi. Qancha ko'p bilimlari yaxshi bo'lsa, shuncha iqtisodimiz ko'tariladi, davlatimizda rivojlanishimiz yaxshi bo'ladi.